Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli tajribalar o'tkazishda davom etamiz. Demak, bu fizik tajribada. Hozir demak biz nima qilishimiz kerak? Mana buni sharni yerga tekkizdirmasdan havoda muallaq ushlab tura olamizmi? Ha, mana bu. Demak, uni ushlab turishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bunday. Endi mana shu birdaniga tepaga otish mumkinmi? Tepaga, ya'ni mana. Yo'q. Otish mumkin bo'lmasa, mana nima? Qani. Oldingmi? Давай. Mana shunga o'xshab. Tak. Agar bunda ehtiyot bo'lamiz. Agarda tajribalar sizlarga yoqsa, demak kommentariyalarda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin bo'ladi. Xayr bolajonlar.